Assalamu alaykum qarindoshlarım. Bugun Norvegiyaning Aftenposten degan gazetida Uyg'urlarning bir masalasi to'g'risida nima chiqildi. Bir kichik qisqa bir xabar bu chiqarilibdi. Ondan biz hammamiz xo'shib ketdik. Anadikin atdiganda jiq qarindoshlarim menga bir xizmatdashim ivatdi. O'shunda sana bək xoş xəbər deb qandaq desəm Uyğurlarning masalasiga dair bir narsa çıxırılıbdı. Anandakin hökumət əmli nopuzluq gazet o Aftenposten degan. Andakı hökumətning bu narsaga nima qaravatqanligini, nəyitdi көңіл bölüb atqanligini ifadelaydı. Əgərçi Arna Solberg gaqımagan bolsa, stat minister deymiz. Minister ayal tək gaqımagan bolsa, başqalar şunda köp xil partiya bilan tərkib tapqan Norvegiyaniki hökuməti. Onda oğandakı qalğan partiyalarmı avaz qoşdu degan gap ətügün başqa işlar boludu degan gap. Xitay tərəfdən avaz çıxırışını saxlab duruyubdu. Mayaqdan bir təkşürüş ümiki beriş doğruluq. O doğruluq həm də bir Zöhrə deb sınılımız çıxırıb qoyubdu. Ondan mı xoş oldum, bu xizmətdişimdim, şunda xoş buldum. Sen bu Şinanın meselesi, sizlərin Uygur deb durub sözləb getdi. Şu xoş buldum deb çıxırıb o qız ondan mı xoş oldum. Andakı Zöhrə degan sınılımız çıxarıbdı ki, ondan mı xoş buldum. Xoş bolsam, başqalı bir avazlıq nəsə kep qaldı. Salam ada, yaxşımı? Mən Zöhrə. Yaxşı turatmısınız? Hada mən bugün Aftenpostendeki bir Uygurlar çıxarğan xəbər, Uygurlar doğruluq çıxarğan xəbər bakyantuq. Mən onun faqat baş temasını azraq tərcüm qılıb çıxırıb qoyğandım, təfsili məzmununu yazmapdım mən özüm. Keyin qarsam bu sizmi çıxırıbsınız ada. Lekin mən astidagi inkas yazğanlar meni bək nim qılıb ketdi, bək nim desem buldu. Bir neylendi, ismini demişsem bu. Şu neymişqa undaq yazdınız deb meni bək ümitsizləndirib etdi. Mən bu əmdikizdə heç olmagan bir Uygurlar toğırlıq 1 milyon lagirdiki Uygurlar toğırlıq köngül bölüb, aşı bir iş gerçi dahi bir nəsə rəsmi becerilmegen bolsunmu şu bir üstlərinin üstüge çıxıb bir əmdə qandaq qilish toğırlıq münaziri bopdu şu xəbərdə. Şularni narazılıq bildirib ökündüm, içindim. Bu xəbərdən şundaq ümitsizləndim deb yazıbdı da. Şu mən bu xata qıvatamdım, toğrumu bu deb qarsam sizmi çıxırıbsınız, şunu sizge gap qaldırğandım. Mən Mişadil cavab verey deb oyladım bu Zöhrəninki sualığa. Cıq nəslərini əmdə Germaniyadan mı bəzən gəzlər çıxıb atıdı, Kanadadan çıxıbdı. O ya bir yerlərdən oxşumağan halda gəzlərə Uyğurların məsələsi çıxıb besilib etibdi mətbuatlarda. Bundan biz xoş oluşumuz gerek. Hiç qandaq dövlət bizə qəzəməz. Biz minnətdarlığımızı bildirişimiz gerek deb oylayman. Şəxsən mən Norvegiyaga nisbətən benim ata-anam qozuq qılıb qoyub ketməgan bu yerə. Şunun üçün ularning mening Uyg'urlarning masalasini gezdik chiqish majburiyati yo'q. Bu bir ayrim bir davlat. Lekin bizning ovozimizni anglaganligining ifodasi deb o'ylayman ularningki chiqarganligi. Ma yaqinda ma'lum bir yerga u ministr ayol kelmoqchi, ashaga tayyorlik qilib qo'ydim. Azroq o'zim ovozimizni qilaylik deb qizim bilan ish ko'rib shuni maslahatlashib qilyapmiz. Kelar yakshanba kuni bir yerga kelmoqchiga. Shuni ham o'ylab qoldim. Biz kişiden cıq nərsəni tələb qılmay, özümüzdən tələb qılıb baxsaq mamdı bu vətən bizning özümüzün vətəni. Xalq özümüzün qeyrindaşı. Bu özümüzün qeyrindaşlarımız özümüz köngül bölüb, başqalarının gezdiki çıqqanlığı üçün biz xoş olub, texmi tirişçanlığımızı göstərib, texmi avazımızı anlataylı deməkdə yox. Nimdəb biz kişiyə yuqur tələb qoyuvalımız, nimdəb özümüz yuqur tələb qoymaymız. Biz özümüzge tələbçan bolğan bolsaq, başqalardan onda cıq nərsəni tələb qılmaymız. Özümüz küçsək başqa işlərin həll olduğanlığını işinmə. Tınmay, Yaşlar Birliği, Norvegiyadakı ularmı küçəvatıdı, həmmimiz özümüz küçəvatımız, biz xalqninki vəkili, xalqninki küçüdən paydalanış gerek başqalar. Anandikin biz bir yerlerden çıkırıp qoyubdu. Nimdə o yernin, bu yerninki, Türkiye'ninki, bəzən təşkilatlarınki uruq tuqqanları üstüdə ular guvalıq bergen bolsa, biz mi guvalıq beretdik deb başladıydı. Hay qeyrindaşlarım,
Ular guvalıq bersin, tuqqanlar yo'q o'xshaydi deb bilinglar. Sizlar aş tuqqanlaringlar guvalıq beringlar. Anandan Abduveli ayıp chiqarib qo'yibdi. Qarindoshlarimiz guvalıq berishi töven. Anandan ba'zan bir şirkati var. O bular lagerda yetib baqqan Türk vatandaşlıkları hech qaysi guvalıq bermedi deb. To'g'ri, guvalıq bermaydi ular. Ular pul uchun qo'siq ash yashayotgan odamlar. Pulli bo'lsa bo'ldi degan aletlik adam. Ben bir narsani anlab shunchalik bearam bo'ldim, bir yerda ovozni qo'yib o'taman hozir. Assalomu alaykum hadi. Şu et bulaşının bir 4 gün oldu da Türkiye'de şu nimede yükseldi bir aşkanda şu okuşlar uyuşmasının ki reisi deyken Peride'de bir kız ola. Peride kesmi. O kızalamış da şeyde tunur kavaplarını kılıp bütün tunur kavaplarını kılıp okuşlarını uyuşturup o kızalar. Şu konsul başlıklarını teklif kılıp, ilgilip tasım kılıp kat heyet etkisi toplarlar. Bu okuşlarını teşkilleyen bu Peride degen kız olmanın ki ata-anası Türkiye'deki bu musa. Bu kandak kepimdi, bu nimi degen numus kumallık işler bu. Bu nimi degen iplas, nimançı özümüz seslep, nimançı rezil olup kettik biz haq. Fakat kallamda ötmedi ede. Ben moşundak iplas işler var mı ya da hazır. Ben bu gepni sizge demsem fakat bulmadı, içimi sığdıramıdım. Nimi degen numussuz işler bu. Muşundaq tursa, əlbəttə qarindaşlarım guvalıq bermeydi. Ola Xitayning puliga ehtiyojliq. Pulli bo'lsa boshqa hamma nima nol deb hisoblaydi ekanda. Biz zat atishni biza o'rganib baqsaq deb o'ylayman. Men mush o'zimizning qarindoshlarimiz o'zimiznikini anglig'i bo'lmasa, anglatqili bo'lmasa, nim deb chet elliklardan xap bo'lamiz. Chet elliklar bizga qaz emas. Turkiya ham bizga qaz emas, boshqa davlatning bizga qaz emas. Biz ovozimizni yaxshi chiqarsak, ovozimizni yaxshi anglatsak, o vaqtida anglaydigan adam chiqadi. O'zimizningini o'zimiz quloq sog'ili unamasak, eliqindaq rasvo, afson tillar bilan ishlagan ba'zan to'plar bor ekan, WhatsApp to'plari. Oshada quruq munozara bo'ladi ekankin, ma vatan temizda yana bir temizda hech nim bo'linmaydi ekan. Oshi rasvo, afson tillarni anglab o'tirgan erlar bor ekan. Radio qaytarmaydi ekan. Lekin bunda ishlarga ko'ngil bo'lmaydi-da. Mesela Türkiye'de dedi Hidayetullah çıkmadı oturga, A çıkmadı, B çıkmadı, C çıkmadı. Ular çıkmaydı, ularning işleri ağırmaydı. Qarindosh sizningki. Şunun için kişiden ümit kütmey, özünüzden ümit kütün. Özünüzün tuqqanlarınki avazını çıkarın. Bir şahsen meningdikisi hech narsa çıkmaydı. Men berdigan yer birli yer. Men dedim, ma'lum birleri bilan birleşip birli yerga berimiz, Amerikaga olib berimiz. Amerikaga o'zim olib bermadik kelib. Muşundaq holatda bir ish qilyapmiz. Men u yerdagi bu yerdagi guvohliklarni menga chetib olmanglar. Men hech qanday guvohlikda emas. Men o'zim yig'iyotganni o'zim ega olaman, o'zim ega olib olib berman. Bunda bir ish. Andan keyin imzo etish. Elaqa Nurgul Savut degan xonimniki Avstraliyadagi. Shuningki imzo etish degan narsa unchalik murakkab emas. Siz kirib qarab yiqilmay Sharq Turkiston degan narsalar borki, Xinjiang deganlarni tilga olmaganki, men bek yaxshi ko'rdim o imzo to'plashni. Biz imzo toplayli. İlham To'xtapandirnikiga xivitibdi. Uning ham imzo etibatdim. Oila bo'yicha imzo berdik. Tünögünki Nurgul Savutnikiga hammamiz oila bo'yicha berdik. Anaki boshqalarga safarbarlik qildim. Bu 1,5 ming odam bilan cheklanib qolamda, chet elda 1,5 ming Uyg'ur bormi? O'zimiz maxfiy shakldagi narsalarni qilmamsiz, Facebookga chiqmang, lekin maxfiy shakldagi ovoz qo'shishni qilmamsiz. Bir ash Murat Nasir menga 13 odamningki nimasini, ovozini kampni itish kerak degan ovozini to'plab o'zining bemorlari bo'lsin, o'zining do'stlari bo'lsin, futbol komandasiga yig'ib, o'zining ovozi bilan 14 odam bo'ladi, o'ziniki bilan qo'shib ivatibdi. Shuningga men yig'ilib qolgan guvohlikni Ipak yo'li guvohligiga yig'ilib qolganlarnikini qilmadim. Allohga hurmatsizlik bo'lgan 13 odam qilgan yerda men hozir to'xtabdi. Bugunla keynidan yana birsini chiqarib olsam bo'lmaydi ekan. 13 odamnikini 13 kunga bo'lay desam Murat Nasir bilan munosabatlik bo'lganlik uchun uni ayrim chiqargim kelmadi. Shuning uchun hurmatsizlik bo'lmasin, bir necha kun tursin deb turib,
Mən şu bitim qo'yib turdim, yengilamadim guvalıqni. O guvalıqqa xalığalar qılıdı. Lekin ma guvalık xalısınız, xalımısınız özünüzningki Uyg'urningki davası bu. Qeyrindaşlarınızningki azrahmı nalisi şu telmirgen chiroyi ko'z oldingiz kelmayyotamdi. Onu bilmayman. Boshqa bir tetiqsiz temalar ustida shunchalik bas munozirlarni olib borasiz. G'idig'im kelib ketadi ba'zan temalarga. Ba'zan narsalarni din bilan birlashtira olasiz. Ba'zan temalarni boshqa bir nimalar bilan birlashtira olasiz. Hayran qaldım. Türkiye'de bir qeyrindishimiz üzük sodası qilib, oshni 10% kirgan nimasini boshqalarning o'qishiga yordam berib qilayotganlarmi bor. Ulardan shundoq suyunma. Ash bir üzükni bu cho'ng barmoqqa kirgizgan bir üzükni chiqarib qo'ysa, dinga taqab, har xil tahlil qilib shundoq ko'ngilsiz qilyapti ashini. Ashi biza bir soda bo'lib qolsa, ma qeyrindishimning ozroq o'zim o'qish puli hal bo'ladi, ma kichik bolalarning o'qish pulini Elqıvatatda şu bala azraq olsun kirimi arqılıq. Bu qollamaq yo'q, zərbi veriş şundaq eğir. Torğı bir nəs çıxaqsız, çıxağa aman degan oluşub durub, çivini olaşqan, çivini şaltaqı deydi, o şaltaq yəm əməsdi. Şunçilik tıllaşlar bo'lib ketdi. Bəzən qeyrindaşlarım üstünüm oqub baxmaydı ki, ma xəbər ey yaxşı tərcüm qılmağan bu, siz tərcüm qılın, ya bu müsü ülgü bu birin. Ügütüp koyun az zöhrəgə, ya ki onunla bununla ügütüp koyun, bana mı ügütüp koysanız oldu, anı qılın, manı qılın demey, özünüz ügütüp koyun, siz çıxırın Facebook'a, çıxarsınız, mən sizden ülgü alay. Anadaki Facebook'taki nimanızını, linkini ivetip koysanız, mən sizden ülgü alay. Anadaki yeni bir neçisiga qıptı, bana siz muşlar qısınız, balalarınızın toyu kim kilidu, toy oldu, çay oldu degen yerlerde sözləysiz, toy qıvamağın, çay qıvamağın deysiz. Toyga barmağın, çayga barmağın demedim. Lekin men barmayman. Mening qilgan ishim bekchiq. Shuning uchun o toy, çay deganni siz miyaga chiqib men degan bo'lsam, men o'zim shaxsiy dedim. To'g'ri men o'zimning bolalarimning to'yini men cho'ng ko'lamda undaq sizni chaqirib, yana birsini chaqirib to'y qilmayman. Allohning yo'lida nikohni o'qitman. Onadiki qanday qiladi o'zining shaxsiy ishi. Men onu çatga yerib olmayman. Yana birisi bog'aqda qilib xalqarалық to'y qilmayman, xalqarалық çay o'ynamayman. Men xil diyonatim bilan turgan odam, afsonatlar bilan u yerda tilisi o'zining shaxsiy ishi, gunohimni ortib mangdi. Ammo Allohning oldida bak qizog'ida gunoh o'tkazib baqqan odam emasman. Shuning uchun men ölsəmmi ayrım bir görgə kirmən, mening g'imimni yemay, bolalarimning g'imini yemay, o'zingizning ishini qiling. Qeyrindoshlaringizga amal va guvohlik berishingizni umid qilaman deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Zumrat aka. Men sizga shu bir qiziqarli tema ustida sizga bir gapqig'im qoldi. Shu necha vaqtni yog'mish Uyg'urlarmish choy deysiz, to'y deysiz, shu bolalarni tarbiyalash to'g'riliq bakchiq gaplarni anglab ketdim men. Men o'zim Yevropada. Endi men deydiğim nimada shu endi siz baholab beqing. Biz vatandan chiqdik, biz bu yerda bolalarimizni tarbiyalayapmiz, bolalarimizni cho'ng bo'ldi. Biz ana degan, biz qanday bolani tarbiyasak, bola shu iqimda mangdi. Endi bizningki u vazifamizmi, endi meni demoqchi o'g'lim jinimada, bizning vazifamizmi, biz to'yga majbur berish. U albatta biz Uyg'urligimizni unutib qolmasligimiz kerak, lekin biz Uyg'urligimizni unutib qolmaslikninki 99% o çay, to'y, yani bir şeyler çay berish, qata çay o'ynash emaski. Şu 10 yil şu aşındaq o'ynaganlarninki 88%, 90, men 88% pek az dedim. 98% öz turishliq davlatninki tuzuk tilini o'qimaydi ekan. Bolalarni u yer tilini, ona tilini o'rgatishingiz kerak. Ona tilini, Uyg'ur tilini çok albatta Uyg'ur tilini o'rgatamiz. Biz Uyg'ur bo'lganligimiz uchun biz uyda Uyg'ur so'zlaydiganimiz, biz xanzu so'zlamaymiz, xitoycha so'zlamaymiz. Biz chet elcha o'zimizning turayotgan davlatda chet el tilida so'zlamadik. Biz Uyg'urcha so'zlaymiz. Ammo lekin biz bolamizga bizning ortiqchiliklarimizni o'rgatishimiz kerak. Biz bolalarni, biz choy o'ynagandik, 7 bolamizdan 8 bolamizni apib tang o'ynaydi. O albatta bolalar o'ynaydi. Ammo lekin shu siz shu qo'lingiz shu yerga yetgan vaqtda to'xtab tura. Men nima uchun vaqtimni mush to'yga, choyga, qatachaga sarf qilaman? Men bolalarimni tarbiyalash sarf qilay. Mening bolalarim cho'ng bo'ldi. Albatta Uyg'urligini unutib qolmaslik kerak. U bizningki ota-onaning burchi. Bolalarimizni tarbiyalab, o'zimizning millatininki
örp adetini balalarımızga singdirish u bizning burchimiz. Ota-onamiz bizni shunday tarbiyalagan. Ammo lekin siz chet elga chiqqanda unutib ketding, u to'yingizni, chingizni, qatachingizni chet el vatanga tashlab qo'yib chiqing. Chet elda shuning qatnashgan vaqtingizga sizning o'z turishliq davlatingizning bir tilini o'rganing. Bir saat kitobni yechib, bir varaqlab, ya bo'lmasa butun dunyo xalqi biladigan ingliz tilini o'rganing. Siz qancha munavvar bo'lgan vaqtingizda bolalarınız sizga o'xshash munavvar bo'lib, sizning ortiqcha tarbiyalarıngizni o'rganib, andan balangiz texmi ilg'or bo'lib yetiladi. Siz har kun choyda, to'yda qata choy jusungiz, balangiz qanday tarbiyalandik, balangiz qanday tarbiyalaysiz? U vazifangiz albatta vazifa. Bu Uyg'ur tilini o'rgatib qo'yish vazifa emas-ku bola uchun. Ben şu hayran kaldıkken ben şu Facebook'larda ben nurgun haklardan anladım. Özlemden tanışlarımda mı anladım. Muş çayını şunda etvalaydı ki vay çiğimiz, vay toyumuz. Şehirden ayak atlaş tutsun. Devletten atlap toyga bardı ki bula. Şunçalar kızıqdı ki. Mening demoqchi o'g'lim shunchalar qiziqadi. Siz o'zingizning millatiga shunchalar qiziq, millatingizning hozirgi ahvoliga shunchalar qiziqsangiz, endi shu vaqtingizni shu millatingizga sarf qilmasingizmi bo'pti? Millatingizga sarf qilmang. O'zingizning bolalarini yetildirish uchun o'zingiz ona bo'lgan chet el tilini obdan o'rganing. 15 yil chiqibsa chet el tilini bilmaydi ekansiz. Mushu narsani o'rtaqlashay. Men hamda o'zim maktabdaman. Mushu maktab jarayonida qanday qilamiz desiz, chet ellikning bolalarini, ojiz bolalarni, tilda ojiz yoki ancha aqliy quvvati ancha yetish bo'lmagan bolalarni ayrim tarbiyalash bor. Bolalar o'ynagan vaqtida yoki bolalarniki ma'lum bir vaqtniki muhim darsliklar vaqtida echkitib til tarbiyasiga echkitimiz. Buning sababi tilda yetishmaganlik uchun. Chet elliklarning bolalarining umumyuzlik ahvoli mushundaq bo'ldi. Bu bolalar bek bichara bo'lib qoldi tilda. Masalan, men o'yladim-ku, men o'zimnikini misolga olib qo'yay. Qizim 12 yoshda keldi bu yerga. Ayrim sinfda til tarbiyalash holati bo'lmadi. Chunki chet elliklar jiq emas bir rayonga bo'linib qoldik. Bo'lingandan keyin şu biz kampda turgan vaqtimizda ayrimda uddulla Norveççe sınıf qilib akiribdi. Ayrim faqat tarbiyalash fursati bo'lmadi sizlarga. Unda qilmaymiz chunki bizda bu yerda chet elliklar oz, bunda ayrim sınıf yo'q degandan keyin uddulla akirib qo'ydi. Mush ko'z liq yosh keladi. Ko'mas qil salama. İkimiz iki yoqdan bir-birimizga eshinmaymiz, ashunda o'rgandik. Biz kampda vaqtimizda bir savodishimning yordami bilan bir CD plastinkasi bilan bir Norgada bir kitap var. Şunu bizge berip durgan keyin qaytırıp etdik. Moşu kitapning nimesi bilan biz aşını ögünüşni başlagan aş kampda vaqtimizda. Ayacilab yurib öğrendik. Biz tercüman faqat işletmedik diyerliklar. Norvegiya üçün faqat tercümanın pulunu xərcləmədik bular. Şundaq bir jarayonlarni o'tkazdik. Ammo u dil akirayotganligi uchun tez taraqqiy qildi qizim. Ham tirishchanti o'zimi. Anadaki bizge nisbeten nima desangiz ben choy o'ynaydigan, to'y o'ynaydigan rast vaqtim yo'q. Norvegiyaga kelib men choy o'ynab baxmadim, to'y o'ynab baxmadim. Vatanda chaqdalar choy o'ynamaydik. To'yga maşı aldığımız kirdi, pulni qo'yib etimiz chikitidik. Unda qildigan vaqtim yo'q dey rast gapdan rastini qilsam. Musha kelib to'yga choyga, mush yet choylar degan harmay o'ynayotganlar bor. Biz mushundaq bir ko'ngilsiz kunlarda qanday xotirjam o'ltirayotsiz, men bilmayman. Ammo yana bir jihatdan siz Facebook chiqib qo'yib yurkimiz og'rib ketganligi uchun ko'nglimiz nim qilib ketgan Facebook chiqmaymiz deb. Yana bir hadimiz telefon uribdi. Gaqib qo'ygan bo'lsangiz deb. To'g'ri men gaqib qo'ysam bo'laverdi. Ammo ba'zan temalar to'g'rida men bir eliqi nimaga aylanib qoldim dedim. Ahalla komitetining bir hay'ati bo'lib qolgan o'xshayman. Ba'zan temalarni so'zlasam bo'ladi, lekin ba'zan temalar faqat bu yerga loyiq temalar emas. Ama vatan temisi nimeshga so'zlashni xohlayman. Ba'zan qarindoshlarımızın taklifini qabul qilaman desangiz, hozirgi vaqtda bir qadam bo'lsam ilgari yalsam, bir Uyg'ur bo'lsam o'yg'ansa deb o'ylaydi ekanman. Ma'lum bir jihatdan aytgan chaqda men 10 qatim nas so'zlasam ta'sir qilmagani bilan bir ikki qur nasini chiqarib qo'ygan vaqtimda alayda ta'sir qilib, mushu nasi ta'sir qildi deb turib ovoz qo'shadiganlar chiqdi ekan.
Şununğa mən tınmay, bəzən yaxşı kartun film bulamdı, hayvanatlarniki bulamdı. Muşlarni çıxırıb qoyuş, iki qız sözünü özümün göz qarşımını yezib çıxırıb qoyuş arqalıq bir sosun boyğansıkən dəb durub küraş qıvattımən dəb oylayma. Tırışçalıq göstüvattımən. Əmdi meni çoğun iş qıb getdinmi, axtı kökdə dəb tillığallağa deymə. Hər qıdımda dedim. Mən çoğun iş qıldım demedim. Mən bir dixanlar vəkilli deyli. Xalqның vəkiliyəm. Sən özəngə əb ketginin Meyli təşkilat ol, təşkilatını tillavad. Mən heç qanday həyat təşkilat tillamadım. Özəng köңlüngə ağan bolsa, şu kəmçilik özəngdə baki. Əgər şu kəmçilik bolmasa, bunu ivəti tillamaysa, meni bu yerdə tillamaysa, muş qızlarım şunçilik tillab ketidi. Bəzənlər degan əfsanlığıda gep doğru gəlməydi. Qeyrindaşlarım günahımız yüzüydikən deb oylanlar. Bəzən adamlar pul töləb durub tillatamış, şunu tillavəsin. Bərber 100 liranı görüşməyən adamını sizni tanımağan adam nemi dep tillaydı? Özünün bir yeri var. Əp qoyğan pulu var kişinin. Şunun üçün tillaydı, şunun üçün şəxsi qərizi var, şunun üçün tillaydı, əyiblaydı, köңlünüzü ağırtıdı, bunun üçün pərvayın pələk dep durub oylan. Lekin Uyğurның temisine dair nəsə izdinin, tirişin, beşide hem bekirleştin başlaysız. Bu bir adam köngül koyup durup şu temini çıkardı, resimge tatıp, bazen gezdilerini ölçemlik tatayla edip durup tırış bakıdı. Şu arkalık çıkarsa şunun emgiyini siz hoş olun. Siz onunkini yaratmagan bolsanız, özünüz teximi mükemmel kıp durup çıkarın. Sizden biz ülge alaylı, ögüneyli. Siz emde 30 yıllık, 40 yıllık inkılapçı olganken biz inkılapçı emez. Biz xalqni oygatquchi. Özümüz oyğunup bulup başkalarını oyğutaylı diyen adam. Biz sizden aştalaşmayımız. Benim hizmetim ayrım, Zöhre'nin hizmetim ayrım. Ma işki bilek qara tayınıp, miyege tayınıp özümüz can bakalayımız. Bu kesbimiz emez. Vatan davası. Biz Uygur'unu oyğatquchi xalas. Biz hergiz birisinden aştalaşquchi emez. Ben şu Salih Xudayan'daki her qatımlıq şu meydandan keyin bir xil buqalım. Adam şunda az. Adam az. Nimişqa? Aşk qilib kelganlarcıq. Men Kanadadaki bir singlimizga shunda dedim, bugun Norvegiyadagi olsun, u yerdagi qizlarga so'rganda, nima deb chiqmaydi, nima deb qopmaydi, nima deb ozroq o'zim ichidan qaynamaydi deganda, osh qolgan dedim. Qalandalikdan kelgan bo'lgandan keyin osh qolgandan keyin Turkiyadagi mayli Farida degan qiz bolamni nomus qilmay, ota-onasi olsun to'simamda odam deganiki, aşağı bir tonur kap, neçə kilo tonur kapni ağacı etib ketgidək yesimini aydı 1 kilo ya o bir nima. Aş atanı o adam tosumamda. Mişyadikilərmə tosumamsılar. Avropada mı bopdu, Şvetsiyada dağdağlıq bopdu. Nemi qıldığan oquvchi nemi qıldığanlar, yana bir mi qıldığanlar yığılıb aşağı verib yetlik çay ötküzübdü. Numus qısançu ey deymə. Şu Avrupa'da mı bakken, Türkiye'de mi bakken, izzat atış degen narsa yokken. Biz fakat bu kadın bir hastalık qıptime, bu doğruluk sözlemeptime. Ramazda kızlar diyen, lekin bana sözlemeptime, kurban yetti. Haqqançı muşunçilik zulüm aslında numus qılmay aşağı berip, tamaq yem o degenler oylaşmaptım. Numus qıldığan şey deptim, lekin numus qılmaptı, tamaqni yep kepti. Hem de hazır deydiğim, Kızlar, meyli oğullar, çoğunlar, numus qısınızcı. Ben bugün bir zaman şu Norvegiyadaki bir Norveg milletideki bir kişi bilen paralaşıp başladı dedim. Sizler bek sıvak kensizler dedi. Sıvak degen gep, jo degen gep Xitayca. Aciz kensizler. Nayt avazınlar aciz. Avazınlar çın oğan bolsa, şuncu olacak siyasi panalıq tilep kelgenler, şunçilik cıq turuqluq. Eğer de bu Norvegiyada 2700'den oşuq Uygur bat turuqluq, qancha adam chiqyapti, sen oylab baq. İzzat atmamdı. Manda qilib ganga bulmamdı, flow deydi. İzzat atmamda bir app bulmamdı sizlarni aranglarda yoki mushundaq bir ishlar bo'layotgan narsalarni ko'rib deganda bir aram bo'lmaydigan o'xshaydi deydisam, izzat atdim. Dedim, men bilmayman dedim. Hozir oshaq bir temla olib bilmayman deyman. Chunki osh qilib kelganlar jiq tursa, o siyasi problem bilan kelmabdi Uyg'urlar. Osh qilib kelibdi. Oshbaqa, qalanda, ash qo'saqli ishi, men dedim, eliqi poq tag'iri deydigan bir odamlarni tilisa, rasmiy ash çaobao deyli. Xitoycha so'zlaydiganlarim borkan-ku, çaobao deyli, shu poq tag'alari kelibdi.
yesili bo'ladi ekan. Boshqa hech qanday g'am yo'q. Egi chiqsang, anadagi egi bo'ladi ekan. Egi chiqmasang, qo'rqsang, Xitoydan qo'rqsa, yurganlar bekerak Xitoydan qo'rqadi ekan dedim men. Allohdan qo'rqmaydi ekan, men yurganlarni Allohdan qo'rqudi deb o'ylaydim. Chiq, men biladiganlari qat'iy undaq emas. Xitoydan qo'rqsang, yushuring qil degan narsani bekdeb ketdim. Meningdikisi sirtqa chiqmaydi. Men yolg'iz, manga keladi. Tarjimasini o'zimiz ishlayapmiz, ostiga xat kirgizishni o'zimiz qilyapmiz. Mendan sirtqa chiqmaydi degan gapni shunchalik dedim. Lekin midirmayotdi. Midirmaslikdagi sabab nima? Hozir chet elliklar dedi bizga. Kunimni ko'rishgan yerga men berib Osloga berib ko'rishib kelgan. Shu vaqtda dedim, necha odamlar sizlarning shu problem bo'layotgan odam, necha odamlar ma deganda men bilmayman dedim. Yana birisi biz sizlarga so'ramoqchi bo'lsak, palonchining, men Norvegiyada turadigan palonchining tuqqini palon yerdagi lagerdagi mundaqkan deb turib igi chiqimiz. Agarda sen hech nima demasang, biz nereden bilamiz? Muşunu uqtirib qo'ysang mamdu dedi. Uqtirib qo'yapman, deyapman, so'zlayapman, lekin ichingizdan qaynamasa, o qo'rqoqni o'zingizga o'zingiz salsangiz, uning ras amali yo'q-ku. Eyliq kuni mayliqi bücü geldi, rastlı bücü geldi degandek, bücü degan o'zingiz amaliyotda o'zingizning ustidan g'olib kelarsangiz, bu ish boshqacha bo'ladi ekan. Ba'zan odamlar, ba'zan ash kamptikilar urug' tuqqanlari bilan aloq o'rin tanladi. Nimishqa igi chiqqanlik uchun. Igi chiqsangiz ovozini anglatqizadigan chora bo'ladi ekan. Har bir konsullar va Norvegiyaning Beijingda konsul va u yerda bu yerda konsul va hammasiningki ba'zanlari shunchalik aktiv nimalarningki ba'zan urug' tuqqanlari bilan aloq o'rnatdi. Nimishqa konsul bag'u aşağıda. Anandaki yana bir narsani bir ta'kidlab qo'yay. Qarindoshlarim, kampga kelib bo'lgan qizlar, gapimni anglang, ha? Kampga kelgan qizlar, butun Yevropaning boshqa kamplarida yetayotgan qizlar. Aldirab birsiga tegib olmang. Birinchidan vatandoshligini surishtiring. Ikkinchidan nikohlanmagan to'y ajrashib bo'lganmi, pokiz ajrashib bo'lganmi, ajrash tas ballari, ajrash tas Norvegiyadami? Ajrashib bo'lganmi? Sizni olsam to'y xiti ola olamdi. Sizni bu yerda olib qola olamdi degan narsalarni yaxshi surishtirib bo'lib, onandagi nikohlaning. O'ttirdagi bidiklar qizlarni unda qalaymagan tunishtirmang. 50-60 yoshlik odamlarga 20 yoshlik qizlarni tunishtirib, ashunda qilmang ay bidiklar. Men shunchalik ko'ngilsiz bo'ldim. Men nayt biyaram bo'ldim bir qizninkini nemisini anglab. Mishada demay deb o'ylagandim. Xeyli kun bo'lgan. Lekin yanama bir ikkisi bor ekan. Unda qilmang. U qizlarda endi kelib uf deb bo'lmay mishalarga hech nimasi chiqmagan holatda birsini nikohlantirib, u ya echikdamigan, hech nimasi hal bo'lmagan. O'ziniki arantig'i vatandoshlig'i yo'q bundaq odamlar birsini olib qolamaydi. Siz o'zingizning qilmoqchi bo'lgan ishidan o'zingiz xabardor bo'ling, surishtiring. To'rda men shunchalik ochiqchilikda, Messengerda gap qilsangiz, og'zingiz bilan gap qilsangiz yana kelib, yozmaga qilsangiz gap qilmayman. Har qanday ayol bo'lsin. Og'zingizda gap qiling, men cho'qim javob qaytarman. Amal va shu kuni javob qaytarma. Har qandaqiga shu kuni javob qaytarma. Amal va shu kuni javob qaytarma. Lekin oldirab agi tegib olmang. Bu turmush uzun musaffa. Sizningki o'zingizni baqalig'idek bir narsaga yo'lga erish bo'lgandan keyin agi teksangiz ulgursiz. Bunda qimmatingiz yo'q bo'lamdi odam degan. O'zining qimmatini saqlash kerak qizval degan. Mayli ayol kishi bo'lsin. Ba'zan kamplarda xil uzoq bo'lgan, ma'lum sabablardan uzoq bo'lgan yotqili. Shundaq qizlar bor ekan, shundaq erlar bor ekan. Undaq bikoga xalqningki to'y g'imini qilmay, nikoh g'imini qilmay, xuddi meningmi g'imimni baqib ketadi, xuddi menga tayyorlab qo'ygandek. Men ertakkim bo'lsa sana maslas solmayman. Dang sizmi? Menmi hech kimga maslas solmayman ertaksam. Nimish qiladi bikadimga xalqning g'imini yeb, ash kampga yeng kelgan qizlarnikini bikadimga nikohlantirib ish olmagan mushunda qizlar bor ekan. Shivsiyadan bor ekan, u yerga bor ekan. Unda qilmanglar-chu. Nim degan sharafsiz bir millat bo'lib ketdik. Biz kishining g'imini qilmay,
kishininki turmush g'amini qilmay, o'zingizning g'amini qiling. O'zingizning g'amini Uyg'urni qo'ysa, Uyg'urning yanchig'idagini yulsa. Moş Türkiye'de Uygur'un nimisini, vatandaşlığı, Türk vatandaşlığı ki boğalık için vatandaşlığı yok. Muştaqlarını aşılanılı bozak kılıp, çünkü Diyhan haq degen yen ketmeni taşlap çıkan boğadı ki, yeni iştihatmen, yeni oşlan çoğunlarım, yeni birmilerim dep bilgeçke, hürmet kıgalığıdan paydalanıp, bozak kılıp, mişşegici muşunda islip, ey, sen bir nimo emdi, sen bir. Ezrail opsla, Ezrail. Bu yerda o din takvacı yani bir degenen olan Ezrail opsla hazır. Allah dep azırlıq əbilib köşkçük o xalqını bozaqqa noçu olsam Xitaydan işkini boğuzlu bitaman çıxıb. Gezdik çıxsa, Uyg'urning qahramoni bo'lsa, nimdep köşkçü Uyg'ur bilan qilishsa, ya Uyg'urning yanchug'i, Uyg'urning ishi, agi tegishi. Suriyada degan kesel yo'qtirib kelgan qizlar bor, kesel yo'qtirib kelgan erlar bor. Unda kesillar yuqqan bo'lsa, aşındaq bir Yaponның əlaqə bir VMFO deganləri var. Əlaqə hərbidə manqallar nemqa. Aşındaq adamlar var ki, aşılağa sən səbəbçi bolğandikin iş bolmağanda tövbə, mən əmdə olsum qılmay bu işni. Əmdə olsum Uyg'urniki nimisiga nəfsimni dəb qolumni uzatmay deyiş. Allah bəlkim keçirib qala. Texmi pilos qılıb günahını ortayıvermay. Numus deganda bize biladigan bir millat bo'laylik, qarindoshlarım. Men endi buningdan hali bir soat so'zlamay deb o'yladim. Qisqa yig'inchoq qilib turib so'zlab, ba'zilar MP3 shakliga aylantirib bularni taqit etganmiz deb, shuningga men qisqa so'zlashni nim qilyapman, tirishman. Buningdan alayda bir ahvol bo'lmasa, bek uzoq so'zlamayman deb o'ylayman. Men guvohlik berishga bekerak ahamiyat beringlar, imzo etinglar. Qarindoshlarim, unda qilmayli, o'yin ko'rib o'tamayli, sen osh kelgan bo'lsang mayli. Lekin aş kemigen bolsang, aş yalang'ash kelgan bolsang Norvegiyagami, boshqa davlatgami, aş yalang'ash kelgan bolsang ishingni qilaver. Lekin tuqqanlaring agarda kampda bo'lmasa, jazo lagerda bo'lmasa, xalqqa ega chiqish bo'yicha imzo atsang bo'ladi-ku. Elaqa nimaga Nurgul Savutninkiga çokum şartı urug' tuqqanlaring kampda bo'lish emas. Beşingni paranglashib o'tatdik ada, bundoq qandoq qilamiz? Beşingni so'zlashayotgan bo'lgandan o'sha beşingni gaplashamaydiganlar nim qilsin, bunda deb. Siyosiy panohlik deganda nima deganding? Numus qilishmamsa, o'sha vaqtda nima deyishgan bo'g'iding deyman. O'sha yog'onni qancha kim to'qigan bo'g'iding numus qilishmay. Xahim ustop ketdi hamda. Haqqasının səbəbindən şu intervyumu uzurab, anandakin pozitiv verişimi uzurab ketadigan iş olmasın. Haqqasında pəskeşlərinin səbəbindən. Bugün ma sağlıqninkiga 3 adam chiqibdi, qarsam. Numusmu qilishmidiq, ba'zilari davomliq bor, hamda 1-2 soatdan keyin yana paydo bo'lganlari bor. Lekin davomliq chiqmaydiganlari bor. Ular ash yalang'ash kelganlar. Öyle Kanada'daki bir kız valı yazıp dikenmiş çıkmaydı da. Aş yalang'ash kelganlar, ular aş kelganlar. Şunun için aş qağanlarga deymeyni. Qo'rqanchoqlaring o'zingning ustingdan g'olib kel. G'olib kelalaysa. Hech bo'lmaganda menga evatinglar menga. Men hal qilay, men sizlarnikiga nimaga to'rga chiqarib atmayman. O'zim chiqqanim bilan men faqat ulgu bo'lsin deb ba'zan qarindoshlarimning talabiga asosan chiqadik. O kollektiv muş jazo lageri bor deganga, aş hurmatinglarni, noroziliginglarni bildirmadinglar. Men shunchalik norozi bo'ldim. Noroziligimizni bildirmabsiz, Xitoy kelib bir Uyg'urni olib saldi. Aş ko'z mo'lildatib o'tirib, jazo lageri yo'q, biz yaxshi yashayapmiz dedi. Ba'zilari voy urug' tuqqanlarimiz bilan ko'rishyapmiz dedi. Numus degan narsa 100 qizamiz ras amal yo'q odam deganga. 100 qizirishni o'rganing ish bo'lmaganda, boshqa odamning chiqargan temasining qusur izlamay, o'zing qil. Qancha yaxshi qilsang, senda men ulgu olay. Zo'kram ulgu olsin. O'gitib qo'yinglar. Lekin ayrim xonasiga kirib tillab afsona ma'ni qilsa, andi qilsa, xato tarjimamiz xo'shal o'gitib ani chiqarib qo'yibdi. Endi u nimeniki stat ministri olmagan ekan Zöhramo. Men bir yana ministr emas.
Biz bilginimiz chiqib boqimiz, umi bilginicha yezib qo'yibdi. Anandan keyin o hukumatga biz besim ishlatimiz. Sendaklar chiqib guvohlik beraversan, anandan keyin besim ishlasak, texmi ishlar ilgari bosadi. Arnasud bilan biz bir nimaning odamlar emas, hamda bir dunyoning odamlari emas, o ministr ayol o. Onunga xat yazsangiz javob keladi. Mesela men balamning ishi bilan men xat yozgan, javob kelgan, podshohim yozgan men palanpaysman. Javobni olgandim. O xat keladi. Qandaq bo'lsin, zakaz xat yozsangizmi, odatiy xat yozsangizmi keladi javob. Bir nima bo'ladi, bir nima qilsangiz, yaxshi yeri shu bularningki. Javob qaytadi, ing'irganni biladi bular. Ay yapla sosyal deydigan bo'lsa, ashaylar diboxurlar. Eng töven kapalat puludikilar shunchalik usta pul elishqi vahshiy ustikansizlarkin, lekin ma vatan uchun emas, o'zingning Uyg'uring uchun yerga kirib bir imzo etib qo'y, gaqib qo'ydi qilishmaysan, ma og'zingni oyab, numus uydidikilarmichu, chet-elliklarni boshqarish ishxonasiga numus deb bilsizlarni, numus deb bo'ladi. Amaliyot siyosiy panohlik degan tursang, yolg'on emas tursa, o yuşamasan hükümetki 5 qo'ldak oydin, hammadan biladi. Lekin mümkünü bilib bu yerda anadikin biz Amerikaga berib kelganki qizimdan shunda qechib ketgandi ba'zan qizlar. Voy qizimg'im deb qo'ydim, voy aralashmang ha, voy jon, aralashtirgan chet-elliklarning jiqligidek qizlarniki biz uchun ikki qiz gapimiz deb birni to'playotdi. Qizimmi, o'g'illarmi shu, boshqa kichiklarimiz shu qilyapmiz. O aralashmasa biz aralashadigan xilimizni topamiz, siz xilingizni topamabsiz deb o'ylaydim. Osh qilib kelganlar, osh yalang'och kelganlar bilan bizning gapimiz yo'q, lekin yurgingiz kuyadigan, ichingiz titilayotgan, lekin qanday qilish bilmaganlar ayrim xonamda gap qilsangiz bir amal tepib turib o'rtoqlashimiz, bir ish qilsak bo'ladi. Ish bo'lmaganda ham bahirlang, ish bo'lmaganda ikki qur xat yezing, o'zingizning o'y fikrini biz bilan o'rtoqlashing, shu orqali kengayimiz. Men bilan o'rtoqlashadigan qizlar bir-biringlar bilan do'stlik o'rnatinglar. Shunda yaxshi qizlar bor. Mush Gulpiyada bir singlimiz var, yana bir singillar var. Mush Zöhralar shunda aktiv bir narsalarni qilib bo'g'ich, bir narsa yezib bo'g'ichili qurultoy bilan birlashtirib oldi. Bir narsa yezib bo'g'ichili palonchini tillab, pokunchini, ma gapingizning gapi mavu, ma gapingiz bunda ma'noda. Sizga o'xshash tahlil yurgizmaymiz biz, tadqiqotchi emas. Biz o'zimiz dehqon biz. Ketmenni tashlab chiqqan dehqon. Sizning saviyangiz yuqori bo'lganki bizga o'giting. Biz qig'irimchi qilamiz, o'yg'itish harakatida. Biz Uyg'urlarni o'yg'itimiz. O'zimizning sepini kengaytimiz. Yoshlarga ergishimiz, vatan davom yoshlar bo'ladi. Chunki ularning manfaat to'qinishi yo'q birsi bilan. Cho'nglarning o'rtasida ziddiyat to'qinishi hamma nima vatchidan bo'lganki, u mehnatchilikni rak kesil bo'lganini kesib, yana bir qilib tugishib ketdi. Ulardan o'zlari chiqishib, o'zlari sesishib olsin. Shuning uchun yoshlarning yangi yo'liga men ergishiman, ham qo'llayman, ham tang oqidim mangama. Men yoshga cho'ng bo'lgan uchun men yoshlarning keyindan mangama. Ham tirishchiligim bo'yicha Uyg'urni o'yg'itish harakatida imzo to'plash qo'sin tirishinglar, qarindoshlarim. Anandikin guvohlik beringlar. O'zinglarning qarindoshlaringni shu talmurgan chiroyi ko'z oldinglarga kelmasa, rost amal yo'q. Bir kirib ketgan 8 oy bo'lgan tuqqanlar va mundaq va kesilib ketdi, yana michildab yig'layotdi. Yig'lasin, o'lsin bo'lsa yig'lab. Onda yig'lab bo'lib, yog'an onda iqtib burun deydigan, apamning opisi shunda deydigan yig'lasa. Oy, bikadın suydikini iqtmagan deb turib deydigan. Ashta bikadın iqsang iqtiyva. Xudoyim meni yig'idan yig'i chiqib tepildi deydi. Yig'idan yig'i chiqdi shu. Qolgandan Xudoyim omonat tirishayli, qarindoshlarim. Bilginimizcha tirish baqayli. Siz bilan men o'rtoqlashib yangi yo'l hosil qilayli. Quruq gap satmay, biz shu imzo to'plash, guvohlik berish, Uyg'urlarni o'yg'itish, hammamiz bir yerga to'plashib turib, biz hech qanday tashkilot kerak emas. Biz o'zimiz bir tashkilot, siz o'zingiz bir tashkilot, siz bir ayrim bir tashkilot, menmi bir ayrim tashkilot, har bir uy bir tashkilot. Hammamiz bir yerda bir ish bo'lgancha g'achchida bishimizni bir yerga qo'sha olaymiz. Shuning o'zi kifoya. Qolganini hamda Xudoyim vaqt kelganda
bir yolga saladı. Allah'ınki ağamçısı uzun, Allah'ımı kudurtu uluq, Allah'ınki Xitayning üstü koyup alımız go. Allah'ını biz herkes Xitayni Allah'ın üstü koyup almayımız. Yağandan yığılap, öksüp yığılap ahir kelgen. Yani Xitayda bunda tuqqanlarımız var, aqda kökte. İyi çıksan Xitay işnim kılamaydı. Boması isi yok, bisim yok. Köydirdiğini köydürüp, u yerga apırıp, bu yerga apırıp tügütüdü. Rahmet qeyrindaşlarım.